Bemorlardan tushgan savol. Doktor, spermogrammada morfologiya past chiqdi. Eko qilsak bo'ladimi? Juda ham qiziqarli savol. Ko'pchilik bemorlarimiz morfologiyasida muammo bo'lganda, menga eko qilinganda hech qanaqa foyda bo'lmaydi degan noto'g'ri fikrlar bilan bizlarga kelishadi. O'zi morfologiya bu nima? Morfologiya bu erkaklarning urug' shaklini baho berish usuli hisoblanadi. Normada erkak urug'ining morfologiyasi 4% gacha bo'lishi kerak. Agarda morfologiya 4% dan past bo'lganida, aynan eko usuli yordamida homilador bo'lishga harakat qilinganda yaxshi natijalarga erishish mumkin hisoblanadi. Xususan, yordamchi reproduktiv texnologiyalar ICSI usulida qilinadigan bo'lsa, morfologiyasi yaxshi bo'lgan urug'larni millionta spermatozoidlar orasidan ajratib olish imkoniyatiga ega bo'linadi va eko natijasida homilador bo'lish shansi ancha yuksak bo'lib hisoblanadi. Ushbu videoni bepushtlik bilan bog'liq bo'lgan muammosi bo'lgan tanishlaringizga albatta jo'natib qo'ying.